Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum vatandoshlar. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilagan holda bugun 2025-yil 4-noyabr sanasiga 4-videoroligimizni e'tiborlaringiz markaziga havola etmoqlik uchun kelib turibmiz. Uy egalaridan hovli chiqaramiz sotuvga. Biz turgan lokatsiyamiz tushuntiradigan bo'lsam, Termiz shahar sentrida Ma'rifat mahalla fuqarolar yig'inida bo'lyapti. Yana ham orientirda tushuntirsam, mana bu tomonda Termiz shahar kadastr elektrosetdan kelasizlar. Moyka bor, samoyka. Shu yerda samoyka yetmay to'g'ri o'ngga qayrilasizlar. Yakida bo'lmasa mana markaziy dehqon bozor sentr. O'shandan to'g'ri bu yoqqa kirib kelsanglar, moykaga kelasiz. Moykadan orqasida hovlilarda bo'lyapti. Общий devor hisoblanadi. Umumiy maydon 3.2 sotiq. Uylari raqam bilan pastda e'lon qilinadi. Mana bunisi esa darvozasi. Ketdik birma-bir tanishtiramiz. Kuchukchalar o. Keling. Umumiy maydon 3.2 sotiq, yashash uchun esa 4 ta xonadan iborat. Gaz, suv, svit aslo muammo, dokumentlari barchasi joyida. Bu tomonga esa hojatxona bani. U yoqda o'choqxona, mana bu yerda esa oshxona va mana bu yerda tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bitta xona quflangan ekan. Buni tanishtirib, pastida podvollik. Endi esa kirib yashash uchun esa bu yoqda xonalar bor. Keling, tanishtirib o'tamiz. Ketlikda. Operator. Xo'p, bu tomonga kiradigan bo'lsak, mana xonalar cho'tki qiziydi. Pechlarni yoqib qo'yishibdi. Ketdik mana. Bu yerda ikkita pechkani gaz bilan qizitib qo'ydi. Hozir xonalar issiqqina, juda ajoyib. Xo'p, bu nimadir pech deydi. Nima pech deydi? Yodimdan ko'tarildi. Boya aytdim, mening yodimda yo'q. Bu ikkita xonani qizda, mana bu yerda buni zaldan kirib keldilar. Bu ikkinchi xona, uchinchi xona, to'rtinchi xona va oyoqda bilan 5-xona ekan. Azizlar, zudlik turgilib qolinglar, egalarning raqami bilan e'lon qilamiz dedik. Uyimizda hovlimizning narxi, option narxi 450 million so'm deb baholandi. Xayriga kam bor, kelishadigan joyi bor. Ikkilamchi qilsanglar ham bo'ladi, yoki da bo'lmasa ozgina bir 100 million yoki 10 mingga yetmaydigan bo'lsa, yangi yilgacha kutish variantlari ham bor. Hamma dokumentlar joyida. Zudlikda ulgurib qolasizlar. Tamom.